hürmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bugün huzuringizga katta bir xush xabarni sunamiz. Bultur 6. ayda Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xitoy jallodlari ustidan xalqaro sudga arz sungan edi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi yil oxiridagi xizmat xulosalash yig'inida dalil isbotning yetarlik bo'lmasligi tufaylidan deloning tekshirilishini vaqtliq to'xtatgan edi. 6 ay mobaynida deloga mas'ul advokatlar dalil isbot to'plab deloning tekshirilish sharoitini yaratdi. İnşallah Xitoy jallodlarining jinoyati tekshirildi va sudga tortiladi. Bu yerda muhim narsa sog'lom niyat bilan to'g'ri harakatni izchil davomlashtirish. Döndü diktonlarga tafsili mazmunlarını sunumuz. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi taftish organlarining boshqarish tavallikini bekitish uchun erishilgan Tojikistondagi Uyg'ur tijoratchilarining Tojikiston chegarasidan qo'g'lab chiqarilib, Xitoyga topshirilib berilganligi to'g'risidagi yangi dalil isbotlar Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasiga sudning Xitoy sodir qilayotgan jinoyatlarni tekshirish huquqining borligini isbotladi. 2020 yılı 7. ayının 6. günü sunulgan arz Xitoyning Tojikistondagi Uyg'urlarni Tojikiston chegarasidan ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonga qo'g'lab chiqarishdek bu jinoyatni asos qiladi. Bu isbot Tojikistonda tijorat qilayotgan Uyg'urlarning 2016 yildan 2018 yilgacha chegaradan qo'g'lab chiqarilish natijasida 85% aziyishi va Tojikiston zaminida yangidan selingan 3 qavat simliq Xitoy chegara reshatkasining borligini o'z ichiga oladigan bo'lib, bu reshatkalar Tojikiston zemini ichida Xitoy harbiy bazasining borligini dalillaydi. Bu dalil isbotlar Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasi Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo emasligi sababidan boshqarish huquqining borligini isbotlash uchun texnik ko'p dalil isbotga ehtiyoj ekanligini e'lon qilgandan keyin to'plandi. Bu yangi dalil isbotlarni 2021 yili 6 ayning 10 kuni Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotiga vakolatdan ishlayotgan Rodney Dixon boshchiligidagi advokatlar guruhi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ishxonasiga topshirdi. Ayblovchi Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni tekshirish va boshqarish huquqining borligini bekitdi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti 2020 yılı 6 iyulda 15 moddalık arz sunup tekshirishni talab qilgan bo'lib, advokatlar guruhi tunji qatim bu isbotlarni sungan. 2020 yılı 12 oydagi yillik xizmatlardan doklad berish yig'inida boshqarish tavallikini turg'izish uchun texnik ko'p dalil isbotlar talab qilingandan keyin bu yangi isbotlar sunildi. Faktlar shuni isbotladiki, Xitoy hukumati Tojikistonga bevosita aralashish natijasida Tojikistonda tijorat qilayotgan Uyg'urlar yig'ilgan, Sharq Turkistonga surgun qilingan va g'oyib qilingan. Shunga Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Tojikistondan boshlanib ishg'ol qilingan Sharq Turkistongacha bo'lgan aralıqda davomli ishlangan bu harakatlarga qarata boshqarish huquqi bor. Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirishni kechiktirmay elib berishni talab qiladi. Hozirga qadar yig'ilgan dalil isbotlardan qaraganda, oldingi 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan aralıqda Tojikistonda yashaydigan Uyg'urlarning soni 3000 nafardan 100 nafarga kamaygan. Bo'libmi 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan aralıqda Tojikistondagi Uyg'urlarning aziyish nisbati 85% dan 90% gacha bo'lgan. Xitoy Uyg'urlarni ishg'ol qilgan Sharq Turkistonga qaytarib kelishda asosliqi ikki xil usulni qo'llangan. Biri, Sharq Turkistondagi oila bog'lanishidan foydalangan. Ya'ni mazkur shaxsning Sharq Turkistonda o'tirishliq oila a'zolariga telefon qilib uyga qaytib kelishni talab qilishi. Unda qilmaganda qo'lga olish qatorliq besim va tahdidlarni ishlatish orqali Sharq Turkistonga qaytarib kelgan. Ikkinchisi, Tojikistondagi Xitoy elchixonasi Tojikistondagi barliq Uyg'urlarning hujjatlarini to'liq kontrol qilib, maqsadli holda viza va xizmat, tijorat qilish ijozatnomasi qatorliq tashkilotlarning rasmiyatini vaqtida bajarmay qasddan kechiktirgan. Tojikistondagi Xitoyning jamoat xavfsizlik idorasi xodimlari Tojikistonning yerlik soqchilarini Uyg'urlar o'tirishliq joy va ish o'rinlariga bostirib kirishga yetaklagan. Xalqaroning diqqatini tortmaslik maqsadida kinishkisining rasmiyatini vaqtida bajartkizilmagan har 10 kishini bir guruh qilib Sharq Turkistonga qaytarib kelgan. Qolgan Uyg'urlarni Xitoy elchixonasi butunlay kontrol ostiga olib, haftada bir qatim konsulxonaga yig'ib, yig'in ochib, doklad va uchur olgan.
Bu isbot Xitoy Tojikiston chegarasining Xitoy doiralarining qattiq kontrolida ekanligini ko'rsatib bergan. Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonning chegara sirtidagi Tojikistonga kirish nuqtasi. Tojikiston zamini ichidagi Qo'lma Eg'izi rayonida yangidan silingan 3 qavatli tikanlik simliq chegara reshatkasi. Uning yanında kuzatish kamerasi. Xitoyning bayrog'i va Charlash rayoni Badaxshan rayonidagi Xitoyning harbiy bazasidan boshqa yana Zangko'l rayoni atrofida yangidan silingan Xitoy harbiy bazasining borligini isbotlandi. Tekson apandi va uning gruppasidagilarning isbotlashicha, yangi dalil isbotlar Xitoy hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonning chegarasi ichida qo'lga olish, majburiy yo'qotib etish, tutqun qilish, chegaradan qo'g'lab chiqarish qatorliq qonunsiz harakatlarni sodir qilganligini ko'rsatib bergan. Buningda yolg'iz xalqaro sudning boshqarish huquqi yetadi. Bundan boshqa bu harakatlar ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga chetishliq deb qaralgan jinoiy qilmishlarning birinchi qadamini tashkil qiladi. Irqiy qirg'inchilikning tunji omili va insoniyatga qarshi jinoyatning orasida bundoq izchillik davom qilgan bo'lsa, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin sodir qilgan jinoyatlarga qarata xalqaro sud mahkamasi jinoiy qilmishlarning bir qismi o'zining doirasi ichida yuz berganligi uchun butkul jinoyatni boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Tekshirish davomlashyotidi. Kelgusi bir necha oy ichida texnik ko'p isbotlar ko'rsatiladi. Rodney Dekson yangi dalil isbotlar o'ttirib qo'yilgandan keyin xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasiga sunilgan bu yangi hujjatlar Xitoy hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonda sodir qilgan jinoyatlarni ko'rsatib bergan bo'lib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirishni boshqarish huquqiga ega. Bu dalil isbotlar Xitoy hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatda yashaydigan Uyg'urlarni yig'ish va ularni Sharq Turkistonga qaytarish uchun nihoyatda sistemlik tashkillik plan tuzganligini ko'rsatib berdi. Vaziyat kundan kunga nacharlashmoqda. Biz Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasining tezdan harakat qilishini talab qilamiz. Uyg'ur xalqi uzundan buyon degili bo'lmaydigan jinoyatlarga duch keldi. Biz barliq qonunlik mexanizmlarni ishlatib, ular uchun adolat va javobgarlikni qo'lga keltirishimiz kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi bu yangi isbotlarni ko'rish kishini qattiq bayram qiladi. Bo'libmi Xitoy doiralarining hatto Sharq Turkistonning sirtida jinoyat sodir qilayotganligi kishini texmi cho'chitadi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirishni boshlashini umid qilaman. Bu o'z oilamdagi nurg'un a'zolarni o'z ichiga olgan Sharq Turkiston xalqi duch kelgan vahshiylikni tugatishning birinchi qadami bo'lib qoladi. Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni tugatish uchun yana nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Biz Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining ularning boshqarish tavallugidagi bu jinoyatlarni tekshirishini va sudlashini umid qilamiz. Bu nurg'un hukumat va parlamentlarning bu davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni allaqachon tunib yetganligini ko'zda tutganda har qanday vaqtdagidanmi hal qilib dedi. Bu xabar iqtisod gazetiga berilgan bo'lib, bugun Washingtonga joylashgan ikki Uyg'ur guruhi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishidan Xitoy amaldorlarining o'z millatiga ziyonkashlik qilganligini tekshirishni o'ttirg'a qo'ydi. Oldingi talab rad qilingan, chunki sudning Xitoy a'zo bo'lmaganligi uchun boshqarish huquqi yo'q. Ammo bu guruhlarning advokatlari o'zlarining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining a'zosi bo'lgan Tojikistonda ziyonkashlikka uchraganligiga oid texnik ko'p isbotlarni bayqaganligini aytdi. Bu xil tekshirishning faqat birla ulgisi bor. 2019-yili sud Bermaning Rohingyaga qaratgan vahshiyligini tekshirishga qo'shildi. Bermamo Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining huquqini e'tirof qilmaydi, ammo ular majburiy Bengalga surgun qilgan. Bermada Xitoyning kuchi kamchil. Bengalga o'xshamaydigan Tojikiston qarz va bexatarlikda Xitoyga tayanadi. Xitoy hargizmo amaldorlarni sudga topshirishni xohlamaydi. Ammo arz qiluvchilarning biri bo'lgan Salih Xudoyorga nisbatan bu dilo xalqaro jamiyatni sinab qilish. U bir chetga tashlanib qolishdan bak zerikkanligini aytdi deb xabar qildi. Times gazeti Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoyning vakolatchilari Xitoyning vahshiyligidan chet ellarga qochgan minglagan Uyg'urlarni tutqun qilib Xitoyga qaytardi. Uyg'ur musofirlarining advokati Shi Jinpingning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan xalqaro sud mahkamasida ayblanish uchun majburiy g'oyib bo'lish, qaytarib etishning isbotlari bilan ta'minlaydi. Xitoy Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lmag'achqa sudning Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoyatlarni tekshirish huquqi yo'q. Bu yerda 1 milliondan ortiq Uyg'ur turmaga so'langan va qiyin qistoqqa, ocharchilik, bosqinchilik va qulluqqa uchragan.
Uning o'rniga advokatlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi boshqarish tavallugidagi davlatlarda Xitoyning Uyg'urlarni majburiy yo'qotgan, Sharq Turkistonga qaytargan harakatiga ahamiyat bermoqda dedi. Millatni asirdan ozod qilish va davlatning egilik huquqi. Xalqning mustaqil yashash iqtidori faqat irodalik va samimiy kuchlar millatni o'zining huquqi va mustaqilligini to'g'ri usulda qo'lga keltirishga yetaklaganda ondan mumkin bo'ladi. Dushmanning rahim shafqatini to'lagichi yoki dushmanning shakli o'zgargan kuchlar bilan bir ustalda suhbat o'tkazib hamkorlik o'rnatuvchi kuchlar xalqni ko'ldirilishdan boshqani maqsad qilmaydi. Durustlik va oqilanalik insonning qimmatini yuqori ko'taradi. Vatanimizning mustaqilligi uchun kurash qilmagan insonda durust va oqilanlik bo'lmaydi. O'zining shaxsiy manfaati va shuhratini muhim o'ringa qo'yib, uningga to'ymay mangu ulasholmagandek tuyg'uda yashaydi. Amaliyotda shon-sharaf, izzat-hurmatga faqat o'zining mustaqil davlatida xalqining huzuri va yuksalishini ko'rganda ondan haqiqiy erishiladi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizni kökünanlar için köp rahmet. Keler qitimlik programımız görüşkice Allah'a emanet boğaysızlar.